Arapan oshini ham shu yerda yo'qdiga. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rishdan oldin like bosib 1 dan 10 gacha baholab ketasizlar ishlarimizni. Xo'p, darvozamizni Namangan viloyati Norin tumaniga o'rnatganmiz. Xo'javod qishlog'iga. Chiroyli holatda bo'ldi. Qalinligi 5,5 da. Xo'p, sasna. Xo'p, tagida balonlarini ham qo'yyapmiz hali ham. Chiroyli holatda bo'lyapti. Tagi shiverlar, ikki yoni tepasi, o'rtasi profildan bo'ladi. Xo'p, yog'och bilan o'rab qo'yamiz atroflarini polni. Chunki tashqi ko'rinishda yog'och holatda turishi kerak. Ichkarisida temirlarini yog'och bilan bir xilroq qilib, kraskasini qilib qo'yganmiz. O'zlariga qarab baholab ketasizlar. O'zingizlarga kerak bo'lmasa, yaqinlarga, qarindosh urug'larga, oshna-og'aynilarga uzatib qo'yasizlar videoni. Xo'p, biz hali ham qilyapmiz ishlarimizni. Xo'p, qachonda yasalish muddatini so'raganlarga bemalol Xo'p, 1 oydan 2,5 oygacha muddatni tayyorlab beramiz. O'z akasimizni vaqtiga qaraymiz, nechta ishimiz borligiga qaraymiz. Xo'p, sizning ishingizni murakkabligiga qaraymiz. Oson emas buni ham qilib chiqish, qo'lda qilinadi endi. Xo'p, atkilatkali ishlarimiz. Xo'p, oldi orqasi bir xil deganlarga oldi orqasi bir xil bo'ladi. Xo'p, shu bozlari naqshli bo'lsin deganlarga bozlari naqshli xizmatlarimiz ham bor. Xo'p, uni kanalimizga ko'rib, boshqa videolarni ham kirib, kanalimizga kirib ko'rishingiz mumkin. Sizlardan faqat like, poddeshka, hop, darvoza kerak bo'lsa, pastdagi raqamga murojaat qilib, Telegram, WhatsApp, Imodan bemalol yozib murojaat qilishingiz mumkin. Hop, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Xudo xolasa 10 mingtaga yaqinlashib qoldik YouTube kanalda. Sog' bo'linglar, charchamanglar, yil oxirigacha 100 mingta bo'lish nasib qilsin.